Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Avtoinstruktor.uz kanalida sizlar bilan men bugun tag'in Muhammad aka hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolgan holatda anchadan bir ko'rishmadik. Sizlar bilan mana chiroyli kuz fasliga to'g'ri kelgan ekan. O'zi to'g'risini aytsam, o'zi yoshim ham 70 ga kelib qoldi. To'g'ri videolar ham kamayib ketdi ancha, lekin mana shu bugun kayfiyat bo'lib qoldi, bir olib qo'ymoqchi bo'ldim. Mani bitta roligim bor edi, juda ham shovqin, suron joyda olingan rolik bor edi. O'shani yangilamoqchiman bugungi o'sha rolikda. Bugungi darsimizning mazmuni nimadan iborat bo'ladiki, to'g'ri hozir elektr mashinalari ko'payib ketgan, lekin benzinli mashinalar ham juda ham ko'p haligacha. O'sha benzinli mashinalarni motorida va mashinaning o'zida nechta suyuqlik bor, o'sha to'g'risida bugun gaplashamiz. Mashinada 7 ta suyuqlik bor. 7 ta suyuqlikni hozir har bittasini shunaqangi bir chiroyli qilib tushuntirib beramanki, haydovchi ketayotganda nima bo'layotganligini bilish kerak. Mana azizlarim, bilasizlar, menda Gentra avtomat mashinasi bor. O'sha Gentra avtomat mashinani misolida sizlarga ko'rsatib o'tiraman. Mana kapotni ochganingizda kapot tagida nima borligi to'g'risida men sizlar bilan tushuntirib o'tmoqchiman. O'sha men aytgan 7 ta suyuqlikni har bittasini kayfiyatini tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Qaysi biri muhim, qaysi biri muhim emas, hammasini tushunib olasizlar. Bu tan qaytarib o'taman, bu rolik professionallar uchun emas, bilib olinglar. Yangi boshlovchilar uchun. Ana yomon kommentariy yozarganlar bor-ku, har xil. O'shalar yozmay qo'ya qolsin. Men bilamiz buni kimga aytyapsiz, u qilyapsiz, bu qilyapsiz. Bu professionallar uchun emas, professionallar biladi nimaligini. Yangi boshlovchilar uchun mana bugun bitta sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, 7 ta suyuqlikdan eng birinchisi bizada sho'pirlar suv deydi, lekin antifriz. Mana qaranglar. Mashinani, masalan, mana Gentramni, mana o'ng tomonida antifrizni bachok joylashgan. Har bitta suyuqlikni maksimal minimali bo'ladi. Qarab turinglar. Mana bitta maksimal bilan minimal degan joy bor. Qarab turinglar, mana bitta maksimal va minimal degan joy bor. Mana bu ichida qizil suyuqlikni ko'ryapsizlarmi? Menda maksimal holatda turibdi. Ko'rindimi? Ana o'sha endi bu suyuqlik to'g'risida men ikki og'iz shunda gapirib o'taman. Bilib olinglar. Odamning tana harorati Afrikada ham, Shimoliy muz okeanida ham, Antarktidada ham 36,6 gradus bo'ladi. Hamma joyda bir xil. Mashinalarniki ham bir xil, bilib olinglar. Mercedes bo'ladimi, Gruzovoy bo'ladimi, men bu hozir yurgan Hovo, Movo bo'ladimi, hammasini motor issiqlik darajasini ushlab turadigan suyuqlik, mana birinchi suyuqligimiz nomi antifriz. Antifriz degani nima bo'ladi? Antifriz 90% distillangan suv bo'ladi. 10% ximikat bo'ladi. Ya'ni anti degani qarshi degani, friz degani muzlash degani. O'sha muzlashga qarshi 10% ga ozgina ximikat qo'shiladi, dorilar bo'ladi. O'zini qo'shadiganlarda shu qishda muzlamaydi bular. Masalan, shimoldagilarga 10% emas, 30% bo'ladi. Ba'zan 50%, ba'zan 60% ana ximikati bo'ladi, joyiga qarab. Endi bizning O'zbekistondagilar bilasizlar, unaqa qattiq sovuq bo'lmaydi. O'shaning uchun buni vazifasi antifrizni. Antifrizni qaranglar qanaqa ishlaydi. Motor ishlagandan keyin nasos bor. Hamma joyda nasos bor. Mana shu 7 ta suyuqlik bormi? 7 ta suyuqlikda 7 ta nasos bor. Qarab turinglar. Pompa deydi. Bizning o'zi sho'pirlar professionallar bilib oladi pompa deganligini nimaligini. Demak, bu antifriz motor ishga tushgandan keyin mana bitta nasos bor, antifrizni haydaydigan. Antifrizni haydab motor bo'yicha motorni ichida antifriz benzin aralashmagan holatda o'zi aylanib yuradida, isib ketgandan keyin mana bitta radiator bor, mana. Bunda mana bundan ko'rinadi. Mana bunda qarasanglar, mana radiator bor. Qo'limni ko'ryapsizlarmi mana? Mana. Mana shu teshuv radiator bor. Mana bu yoqdan ham ko'rinadi, mana. Bu radiator turibdi, ko'rdinglarmi? Ana o'sha radiator ichiga tushib, bu soviydi, tag'in motorning ichiga kirib ketadi. Tag'in soviydi, tag'in mana sirkulyatsiya, buni ichidagi nasos shu suvni shunday haydaydiki, suv harorati 90-100 atrofida bo'ladi.
Bilib olinglar, любой mashinani issiqlik harorati 90 bilan 100 bo'lsa, mashinada yuradi mashina. 100 degani yozda endi anaqa konditsioner qo'shilganda 100 bo'lib ketishi mumkin, atak 90 normalniy bo'ladi. Bildinglar? Birinchi suyuqlik bu antifriz deyiladi. Ko'rganmisizlar? Ayniqsa tog'larga chiqayotganda mashinaning kapotini ochib, mandan bish chiqayotganligini. O'shaning uchun bilib olinglar, agar antifriz oqib ketadigan bo'lsa, mana shlangalar eskiradi vaqti bilan. Mana shlangalar ko'rdinglar, mana qattiq turishini, qotib turishini ko'rdinglarmi? Ichida harorat bor. Teshilib qolsa chik oqadi. Yoki mana bu bachok plasmas, teshilib qolsa chik oqadi. Oqqandan keyin bu sekin kapotni ochib turmasangiz bilinmaydi bu. Birdan qizib ketgandan keyin 100-120 bo'lib ketgandan keyin voy deganingizni foydasi yo'q. O'shaning uchun men maslahat beraman, yangi mashina bir oyda bir marta ochib, o'shani tekshirib qo'yishingiz kerak. Qani antifrizni maksimalda turibdimi yo minimalda turibdimikin deb. Bu birinchi suyuqlik bo'ldi. Bilib olinglar, teshilib qolsa oqib ketadi. Hech qachon teshilishiga qo'ymanglar. Ikkinchi suyuqlik gidravlika bo'ladi. Mana buni qaranglar mana. Mana shu gidravlika rulga ishlaydi bu. Bu Gentra'da bor, Lacetti'larda bor, hozirgi chiqayotgan Nexia menimcha Spark'da elektritskiy bo'lsa kerak. Bu gidravlika bu ishlamay qolsa, bunda ham nasos bo'ladi, bilib olinglar. Bu suyuqlikni maksimal minimali bo'ladi buni ham. Hozir qo'limni nima qilgim kelmayapti, birodarlar, bilib olinglar, men umumiy ko'rsatib ketaman. Buning ichida yog' bo'ladi. O'zini nima deydi? Maxsus yog'i bo'ladi. Buni vazifasi rulni aylantirib berish. Agar bu oqib ketib qoladigan bo'lsa yoki kamayib ketadigan bo'lsa, rulingiz qotib qoladi, bilib olinglar. Bu Spark'da yo'q, bu men bilaman, Spark'da yo'q bu narsa. Chunki Spark'da elektritskiy bo'ladi. Cobalt'da ham menimcha elektritskiy. Yo'q, Cobalt'da ham bunaqa narsa bor. Mana Cobalt'chi bilib olinglar, kim Cobalt'da bo'lsa. Mana shu o'tbotda teshilsa yoki meniki ozgina oqvat ko'ryapsizlarmi, qorayib qolgan mana. Mana agar shu teshilib qolsa, mana shlangalar rezinka, bularni muddaticha uzoqqa bormaydi, azizlarim. Teshilib qolib oqib ketadigan bo'lsa, bilib olinglar. Demak, bu уже sekin bittada oqib ketmaydi. Tomchi chak qilib oqadi. Kapotni ochib bir tekshirib turmasanglar, rullar yo'ldan ketayotganda qotib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu ikkinchi suyuq. Uchinchi suyuqligimiz yaqinroq kelgin. Uchinchi suyuqligimiz oynaga sepadigan suv bo'ladi. Mana mamtdan quyiladi, mana. Mamta rasmini ham yozib qo'ygan. Mana ko'rdinglar, mana rasmini. Rasmi mana shunaqa bo'ladi, mana. Bu mashinani har xil joyida bo'ladi, har xil mashina. Gentra'da mana o'ng tomonda, ba'zida naryoqda bo'lishi mumkin. Buni ochganingizda 3 litr suv ketadi. Qishda sovuq suv quyadigan bo'lsanglar, vodoprovoddan quyadigan bo'lsanglar, bu yaxlab qoladi. O'shaning uchun qishda o'zini maxsus quyadigan suvi bor. Buni o'sha zamir zayka deydi. O'sha zamir zaykani quysanglar, xudo xolasa qishda sovib qolmaydi, muzlab qolmaydi. Keyin bilib olinglar, bunga oddiy suv quyib bo'lsanglar, cho'tkanglarchi g'irch qilib qoladi. Agar o'sha oddiy suvga yozda ozgina jidki miyla bo'ladi-ku, o'sha tomchi 3-4 marta tomchi tomizib yuborsanglar, yuvayotganda ham o'ziga moydek oynada sirpanib silliq bo'ladi, labova ham qirilmaydigan bo'lib qoladi. Bu nechinchi suyuqlik bo'ldi? Qani kim aytadi? Nechinchi suyuqlik bo'ldi? To'ppa-to'g'ri 3-inchisi. 1, 2, 3. Nechta qoldi? 4 ta qoldi. 7 ta dedim, to'g'rimi? Endi salfetkaga ish keldi. Endi salfetkaga qarab turinglar. 4-chi suyuqlik motorning ichida bo'ladi, azizlarim. Motorning ichida yog' bo'ladi, bilib olinglar. Motor yog'da ishlaydi. Qarab turinglar. Mana mamutda shopirlar shup deydigan narsa bor. Mana bundoq tortamiz. Bu hozir motorning ichiga botib turibdi. Bundoq tortamiz-da, bundoq tekshirib olamiz. Mana o'zi ancha bo'ldi tekshirmaganimga, mana tekshirib olaman. Mana mashina ham 100 ming yurgan mashina. Qarab turinglar. Mana artdikmi, endi boshqatdan tiqamiz, botiramiz buni. Bismillah. Botdi yog'ga. Endi qani tekshiramiz? Men o'zimnikini ham tekshirib ko'raychi. Ertaga yo'lga chiqmoqchi edim. Qancha turibdi, ko'rdinglarmi? Mana bu norma degani, mana. Normadan ozgina tushibdi meniki.
Ozgina tushibdi meniki. Buni joyiga qo'yamiz. Endi azizlarim, yog' to'g'risida ozgina to'xtalib o'taman. To'g'ri, video cho'zilib ketadi, YouTube o'shaning uchun shunaqa cho'zilib ketadi video. Eshitib turinglar. Yog' 3 xil bo'ladi. Birinchisi mineralka, ikkinchisi polusintetika, uchinchisi sintetika. Endi nima farqi bor? Ustoz Muhammadjon aka, nima farqi bor yog'dan, mineraldan, sintetikani shuni tushuntirib o'tishim kerak sizlarga. Bu avvalambor moyi vazifasi, mana qo'limga qarab turinglar. Mana shu oddiy qo'l. Mana shu ishqalayversa, mana qizyapti qo'lim, qizyapti. Ko'ryapsizlarmi? Qizyapti. Mana meniki ham, sizlar ham ishqalab ko'ringlar, mana qo'linglar qizyapti. Endi faraz qilinglar, ani pipetka bor-ku, bunda ozgina yog'i bunda qo'lingizga bunda surib olib, ishqalab ko'ringlar, shundoq moydek ketadi mana. Hech qizimaydi, ishqalanmaydi. Moyi vazifasi, motorning ichida shatum bor, kalium bor, temir qancha po'latdan ishlangan materiallar aylanadi, yuradi, оборот katta bo'lib ketganda hamnaqalarni o'shalarni moyi vazifasi bajarishi, moyi vazifasi moylab uni ichida mana shu silliq ketishidan iborat bo'ladi. Moyi vazifasi, agar moy boyga aytganimdek teydan tomib, oqib, sekin mana shu pitqaningizda yo'q bo'lib qolsa tamom. Motorga tushdim deyavering, motorga polni ichasiz. Chunki motor qizib ketadi-da, oxiri mana bunaqa klin bo'lib qoladi. Mana bunda qotib qoladi, yurmaydigan bo'lib qoladi. Aytadi-ku, eshitganmisizlar shunaqa gapni, motorim taqillab qoldi deydi. O'rislar motor zastuchal deb qo'yadi. O'shaning uchun endi xafa bo'lmaysizlar, men Soyuz davridagi odamman, o'zbekcha gapir deydiganlar ham bor-ku, men xohlaganimda gapiraman. Xohlasanglar ko'ringlar, xohlamasanglar ko'rmanglar, o'zingizlar bilasizlar. Orada bitta o'rischa gap tikilib qolganda parvo qilmaylik unga. Endi moyi vazifasini bilib oldinglar. Endi 3 xil moy to'g'risida tushuntirib beraman. Birinchisi mineral. Mineralni kim qo'yadi? Mineral yog'i. Mineral degani nima degani? Mineral degani, qaranglar. Oddiy neftdan chiqqan yog' bor-ku, birinchi chiqqan neftdan chiqqan yog' eng sifatsiz yog' bo'ladi. Ana o'sha taxminan o'sha yog'i mineral deyshadi. Mineralni kim qo'yadi? Mineralni eski traktorlar, hamma yoqdan yog'i potillab oqib yotadigan eski KAMAZlar, eski ani gruzovoy mashinalar o'shalar mineralni qo'yadi. Nimaga? Mineral desanglar arzon. Mineral yog' eng arzoni bo'ladi. O'sha arzon yog'i ayamaydi. Quyib yubordimi, motor qilishga uni vaqti yo'q, puli ketadi, vaqt ketadi, o'shaning uchun ovora bo'lmaydi dedi-da, mineralni quyib beraveradi. Shundaylar, mineral bu eng arzon yog'. Endi xuddi shu mineralga faraz qilinglar, mineralga ozgina qo'shimchalar quydi, prisatkalar qildi, ozgina boshqacha narsalardan ximikatlar qo'shdida, u yog' uje mineral bo'lmadi. U yog' uje polusintetika bo'lib qoldi. Polusintetikani kim qo'yadi? U qimmatroq. Aytaylik, mineral yog' 10 so'm bo'lsa, polusintetika uje 15 so'm bo'ldi. Chunki unga uje ma'na qilib qo'shildi, prisatkalar qo'shildi. Polusintetikani kim qo'yadi? Polusintetikani mana meniki o'xshagan 100 mingdan oshgan, 150 ming yurgan mashinalar qo'yadi. Chunki ularni ham uje oqishni boshlaydi. Motor uje 100 mingdan oshgandan keyin mana 70 ga kirdim, hamma yog'im kasal deydi, u yog' deydi, bu yog' deydi. Mashinada ham xuddi shu. Bosh og'riydi, tizzalari og'riydi, xuddi shunga o'xshagan bosh aylanadi, ko'z qaralashadi. Mashina ham xuddi shunaqa bo'ladi azizlarim. O'shaning uchun qancha mashina eskirgan sayin o'sha eng eski mashinaga mineral quyiladi, 100 mingdan tepa yurganga mashinaga polusintetika quyiladi. Endi o'sha polusintetikaga qarab turinglar, boshqatdan mineral eng arzoni 10 so'm. Prisatkalar qo'shildi, polusintetika bo'ldi 15 so'm. Endi xuddi shu polusintetikaga 3 barobar ko'p anaqalar qo'shildi. Moslamalar, ximikatlar, prisatkalarda sintetika bo'lib qoldi. Sintetikani kim qo'yadi? Sintetikani zavoddan chiqqan eng yangi mashinalar qo'yadi. Liboy mashina zavoddan chiqdimi, bilib olinglar, motorda sintetika bo'ladi. Yoki sintetika bo'lmasa ham 2000-3000 kilometr yurgandan keyin hamma moyini to'kadida, yangi mashinadan zavoddan chiqqan mashinani o'rniga sintetika qo'yib yuboradi. Endi muddatini aytaman. Sintetika o'sha 20 ming bo'lib qoldi. Bilib olinglar. Qarab turinglar. Mineralkani muddati 5000, yanishdim. Mineralkani muddati 3000 kilometr. Har 3000 da almashadi. KAMAZ, ana traktorlar 3000 kilometrdan yog'ga chidamaydi mineralka. Uje suv bo'lib qoladi, uje mineral qolmaydi unda.
Polisintetikani muddati 7000 8000 gacha boradi. Polisintetika. Mineralka 10.000 deylik. Taxminan aytaman, tam bozordan borib 10.000 ga qidirib o'tirmaylar. Polisintetika 15.000 deylik, 7.000 8.000. Sintetika 10.000 dan 15.000 gacha yuradi. Manollari bor, kastrollari bor, 1000 xili bor bu yog'larni. Bilib oldinglar? Demak, yog' 3 xil bo'ladi. Yog'i vazifasi faqat hammasiniki mineral ham, sintetika ham, polisintetika ham moylab berish. Mana qo'lim misolda ko'rsatdim. Bunda qattiqroq qilsanglar qiziydi, tezroq qilsanglar, yog' tomizib olsanglar, yog'dek ketdi deydi-ku, mana shunaqa bo'ladi. Bu moy to'g'risida edi. Shuni ham bilib olinglar. Agar motoringlardan moy oqayotgan bo'lsa, unda yerlarni ko'rsatgan. Bu yerda hozir yo'q. Ana mashina avtostoyankalarga qarab qo'yinglar, tomchi yog' tomgan joylarni ko'rasizlar. Ishonmasanglar qaranglar mana ko'chaga chiqib. Nimaga o'sha tomchi oqqan bilasizlarmi? O'sha tomchi 7 ta suyuqlikdan bittasidan oqqan bo'ladi. Qaysi biridan oqqanligini men darsning oxirida, mana shu darsimning oxirida ko'rsataman. Ketdik. Endi tam bittadan qaytarib o'tamiz, azizlarim. Antifriz vazifasi sovutish motorni, gidrousilitel, mana qopqog'i, buni ham maksimal minimali bo'ladi. Bu rulga ishlaydi. Bu oynaga suv sepadigan va motorni ko'rsatdim mana. Motorni ko'rsatdim. Motorni o'lchaydigani mana shu chiqarasizlar, shu bilan o'lchaysizlar. Buni ham bilib oldinglar xususiyatini. Endi 5-chi suyuqligimiz tormozni bachogi. Tormozni bachogi. Mana shu tormozni bachogini ichida tormoznoy jidkost degan moy bor. Mana shu tormoznoy jidkost degan moy, ko'rsat ichini. Ko'rdinglar, mana ichida yog'i bor ana. O'sha tormoznoy jidkosti yog'i kamayib ketsa, oqib ketsa, tormozinglar ishlamay qoladi, bilib olinglar. Bunga ham ahamiyat berib qarab turasizlar. Buni vazifasi tormoz qilib berish. Nechinchi bo'ldi bu? Ha? Kim ayta oladi? Nechinchi bo'ldi? Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 bo'ldi. 6-si benzin. 6-si benzin, buni hamma biladi. Benzin. 7-si mana olib kelmanimki. Avtomat korobkada ham yog'i bo'ladi mana bitta. Mana bu avtomat korobka. Buni shupi bor, buni tekshiriladi. Buni shupi bilan, mana shupini topib oling, qayerda buni shupi. Tekshiradigan shupi bor buni. Avtomat korobkada ham moy bo'ladi. 7 litr moy bo'ladi avtomat korobkada. Avtomat korobkadagi moyi muhlati 50 ming yuradi. Bilib olinglar. Har 50 mingda moy almashtirishingiz kerak. 45 mingda almashtirsanglar ham bo'ladi, 55 mingda almashtirsanglar ham bo'ladi, 50 ming taxminan yetayotganim bo'ladi. Buni ham agar motorini, moyini, avtomat korobkani moyini vaqtida almashtirmasanglar, 40 skorostidan skorostga o'tib ketadi, yaxshi skorostlarga tushmaydi, mashina yaxshi o'zini oldingidek his qilmaydi. Buni ham moyini almashtirib turish kerak. Demak, azizlarim, 7 ta moyga ko'rdinglar. 7 ta suyuqlikni ko'rdinglar. 7 ta suyuqlikni endi sizlarga tavsiyam nimadan iborat bo'ladi? Yaxshilab tushunib olinglar. Yangi mashinanglar bo'lsa, zavoddan olib chiqdinglar, yangi haydayapsizlar. Hamma narsa yangi bo'ladi, oqib ketmaydi, bilib olinglar. Bir oyda bir marta kapotni ochib, xuddi meni maslahatim bo'yicha 7 ta moyi tekshirib qo'yinglar. Avtomatga tegmanglar. 6 ta deb hisoblaylik. Avtomatni faqat o'zini anaqa moy almashtiradiganlar tekshiradi uni. U ishlab turgan motorga tekshiriladi. Oddiy motorga tekshirilmaydi. Demak, sizlarga maslahatim, bir oyda bir marta yangi mashina ochadi, o'sha 6 ta moyi, 6 ta emas, 5 ta deylik, benzinni ham tekshira olmaysizlar, datchik bor. Bakdagi benzinni ko'rsatadigan. Demak, 5 ta suyuqlikni tekshirib qo'yishingiz kerak. Birinchi antifriz, gidrousilitel. Men buni ham tekshira olmaysizlar. Buni qachon tugaydi bu? Suv sepganingizda suv tugab qolsa, bu tugab qoladi. 4 ta deylik, tekshiradiganinglar shupi borlar mana. Birinchi maksimal minimali bor, antifriz. Ikkinchi gidrousilitel bachogi bor, maksimal minimali bor. Mana bu yerda ko'rinadi. Mana ko'rdinglar, maksimal turibdi, minimal turibdi. Uchinchisi motorni yog'i, mana motorni yog'i shu bilan tekshiriladi. To'rtinchisi mana mashinadagi to'g'risini aytaymi? Mana shu 7 ta suyuqlikning ichida kim ayta oladi? Eng muhimi qaysi?
kim yeta oladi azizlarim? Eng muhimi antifriz emas. Gidrousilitel antifriz oqib ketsa motoringiz poqillaydi deb shaqillab mana bunaqa qilib qaynab ketadi. Men xususiyatini aytib bera qolay, eng yomon tomonini. Agar gidrousilitel oqib ketsa, rulingiz qotib qoladi, lekin sekin bundoq qilib yo'ldan chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana bunga любой время suv ariqdan bo'lsa ham suv quyib olsangiz bo'ladi, yo'qdan ko'ra. Motoringizni shupidagi moy ilinmay qolsa, eng yomon tomoni, motorda aylanib qolasiz. Motordan ayrilasiz. Yoki $1000 tushasiz, to'g'rilab olasiz. Bachokdagi mana bu tormoznoy bachokdagi yog'i qolmasa-chi, 60-70 kilometrda ketayotganda faraz qiling, tormozni bitta bossangizda tormoz yo'qdi. Nima qila olasiz? Xudo asrasin, azizlarim. Demak, kapotni tagidagi eng muhimi tormozni jitqis bo'ladi. Eng muhimi tormozni jitqis bo'ladi. Endi salonga o'tamiz. Salonning ichida o'sha priborlarning hammasini ishlash darajasini ko'rsatib beraman. Mana azizlarim, hozir oynalarni yopib oling. Qarab turinglar. Nima yonyapti priborda? Mana bu sariq yonib turibdi-ku, bu chek deyiladi. Agar yo'lda ketayotganda u lampochkangiz kuyib qoladimi, yo bu motordagi elektronikasiga u bir narsa bo'ldimi, chek yonib qolsa, yuryaptimi, motor o'chmadimi? Demak, любой avtoservisgacha yetib olishinglar mumkin. Avtoservisda o'zini programmasini o'lchaydigan priborlar bor, o'shani tiqib nima qilib beradi, o'lchab beradi. Agar men bu akkumulyator rasmi yonib qolgan bo'lsa, yurganda bu hammasi o'chadi hozir. Normalniy mashinada hozir buni yoqsam hammasi o'chish kerak. Endi qarab turinglar. Akkumulyator chirog'i yonib qolsa, yo'lda ketayotganinglarda tan qaytarib aytayapman, bu yangi boshlovchilar uchun. Akkumulyator chirog'i o'chib yonib qoladigan bo'lsa, demak akkumulyatorlarga generator zaryadga bermayotgan bo'ladi. Yuraversanglar akkumulyatorlar o'tirib qoladi, mashinani zavod qila olmaysizlar. Agar men bu endi bu ma'lum eshik ochiq qolgan, mana operatorim eshik ochiq turibdi, o'shaning uchun eshik ochiq qolgan. Endi men bu moy girshanni ko'rdinglarmi? Mana moy idishni ko'rdinglarmi? Mana shu eng xavflisi motordagi tormozdan keyingisi qimmat turadigan narsalar. Agar mana shu yonib qolsa, ketayotganinglarda eng yomon tomoni o'sha sizlar qaramadinglar, eng dangasalar, kapotni ochmadinglar, mana shu yonib qoladi moyiki. O'sha bu avariyniy mashin bilan birinchi moyxonagacha yetib olishinglar mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Endi men bu remenniki, buni remen taqmaganman, pavorot yonib qoldi. Azizlarim, endi hozir qarab turinglar, men zavod qilaman, hammasi o'tishi kerak. Eshikni yopgan. Mana qaranglar, hozir men yoqaman motorni, o'chadi hammasi. Endi men bu turibdi. Bu remenniki. Normalniy mashina mana shunaqa bo'lishi kerak. Mana remenni taqdim. Endi faraz qilaylik, ketyapsizlar. Suvni darajasini qatdan bilaman. 60 mi, 70 mi, 80 mi deydiganlar uchun mana bitta ko'rsatkich bor. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Suvni maksimal darajasi 100 bo'lishi kerak. Antifrizda 100 da suv qaynamaydi. Oddiy suvda choygunga suv qo'yib, gaz plitaga qo'ysanglar 100 gradusda suv qaynaydi. Bunda qaynamaydi, chunki antifriz. 100 bilan 90 mana o'rtasi bo'ladi. Mana bu hozir bunda turibdi-ku, chorakda turibdi. O'rtaga kelganda 100 bo'ladi. Ana o'shanda normal qo'rqib ketmanglar. Agar qaynab biqillab ketmayotgan bo'lsa, demak zo'r bo'ladi. Bilib oldinglarmi? Mana endi motorni qarab turinglar. Mana faraz qilaylik, ketyapmiz, masalan Farg'onaga ketyapmizmi, shaharda ketyapsizmi? Men spetsiyalni o'chiraman hozir mashinani, mana. O'chirdim mashinani. Mana bu aytaylik, moyiki yonib qoldi. Bitta moyikini o'zi yonib qoldi. Sizlar ketyapsizlar haydab mashinani. Demak, sizlar qaramagan bo'lasizlar, kapotni ochmagan bo'lasizlar. Tagiga bunda kapotni mashinani bunda tagiga qarasanglar, to'xtab turgani. Masalan, bugun kechqurun qoldirdinglar. Ertalab chiqib tagiga qarab qo'yishni o'rganinglar. Tagida tomchi bormi, yo'qmi? Agar tomchi bo'lsa, endi qandoq qilib tomchini endi priborni tushunib oldinglarmi? Endi oxirgi life hack beraman sizlarga. Mashinadan tushishimiz kerak. Life hack deganim eng yaqin azizlarim uchun, YouTube'dagi meni obunachilarim uchun eng zo'r life hack nimadan iborat bo'ladi, azizlarim? Mana bir oyda bir marta kapotni ochmayapsizlar. Aytmoqchi, mashinanglar qancha eskirsa, shuncha tez kapotni ochib turinglar.
Masalan, bir oyda 2 marta otsanglar ham bo'ladi. Tekshirib turasizlar. O'sha 4 ta suyuqligini tekshirib turishinglar kerak. Aytaylik, 4 ta suyuqligini tekshirmayapsizlar, ochmayapsizlar. Juda bo'lmasa qarab turinglar mana. Mashinani qoldirib ketdinglar tunda. Kechasiga qoldirib ketdinglar-da, uyga ketdinglar, yana olma. Uyga ketdinglar-da, uyga kelayotganda bundoq atagiga qarab qo'yinglar. Mashinani tagiga qarab qo'yinglar, tomchi bormi, yo'qmi? Tomchi yo'qmi qarab qo'yinglar. Agar tomchi bo'ladigan bo'lsa, demak nimadir oqqan, azizlarim. Nima oqishi mumkin? Qani, nima oqishi mumkin? Kim aytoladi? Ha, to'ppa-to'g'ri. 7 ta suyuqlikdan bittasi oqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, buni qanday tekshiramiz? Men tekshirishni o'rgatib qo'yaman hozir. Kim aytadi? Kommentariyada yozinglar. Mana ko'rdinglar, tagida oqib turibdi, tomchi, dog' bo'lib qolgan. Agar o'sha dog'ni tekshirmoqchi bo'lsanglar, mashinani orqaroq yoki oldinroq olib o'tsanglar, o'sha dog'i ustida bundoq qo'linglarni tegizsanglar, yoki yog' bo'ladi yoki suvli bo'ladi. Ana o'shandan bilib olishinglar mumkin. Eng zo'r yo'li har bittasini maksimal minimalni tekshirib chiqasizlar. Birinchi bo'lib tormozni ochinglar, ichida bormi, tormoz yo'qmi? Zo'r bo'lsa, demak bu oqmagan. Mana buni tekshirib ko'ringlar. Maksimal minimali bormi yoki yo'qmi? Qarab qo'yinglar mana mana. Agar ichida qizarib turgan narsa yo'q bo'lsa, minimalga tushib ketgan bo'lsa, bu oqqan bo'ladi. Aytaylik, bu ham to'la. Mana buni tekshirib ko'ringlar. Buni ham maksimal minimali bormi, yo'qmi? Agar maksimalda turgan bo'lsa, bu ham zo'r, bu ham oqmagan bo'ladi. Endi mana buni ham tekshirib ko'ringlar keyin. Men motor yog'ini bundoq chiqarib, qaysi biri kamaygan bo'lsa, demak o'shandan oshgan bo'ladi. O'shandan oqqan bo'ladi. Shu men bugungi tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Azizlarim, qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Yoshim kattaligini inobatga olib qo'yinglar, qarg'amanglar. Qo'limdan kelgancha tushuntirdim. Mashinada nechta suyuqligi bor va u suyuqliklarga qanday ahamiyat berish kerakligi to'g'risida, o'sha suyuqliklarni bo'lmasa nima bo'lishi mumkin, oqib ketsa yoki o'sha suyuqlarga ahamiyat bermay qo'ysanglar nimalar bo'lishiga to'g'risida men sizlarga qisqacha bo'lsa ham ozgina tushuntirib berishga harakat qildim. Endi nima deyman? Albatta kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, tarqatinglar. Bu ham juda muhim. Ko'pchilik savol beradi. Mana shu qanday qilib moyi bilsa bo'ladi, qanday qilib nima qilsa bo'ladi. Keyingi safar xudo xolasa bir hafta 10 kundan keyin albatta bitta rolik qilaman operatorim bilan birga. Andrey hozir sal mazasi bo'lmay turibdi, ish ko'payib qolgan. O'shaning uchun biza bilan ishlamayapti. Hozircha men o'g'limga taklif qildim, o'g'lim olyapti. O'shanga keyingi haftami, keyingi bir 10 kunlardan keyin tam bitta rolik chiqaraman. Mashinani ruli bo'yicha. Rulni qancha burish kerak, qatga kelganda qancha burish kerak. Nimaga desanglar, bittasi aytib qo'yyapti-da, rulni oldida mashina shunda yaqin turibdi-da, rulni bunday qilib burib qo'yyapti. O'sha o'quvchilarimda ko'p narsa bo'layotganliklaridan shu narsani roliklarni qilmoqchiman. Nima deyman? Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha like ko'proq bosinglar, obuna bo'linglar. Albatta Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga ulaninglar. O'tda juda ham ko'p bir-biriga o'quvchilar maslahatlar berishyapti, savollar bo'lyapti, savollarga javoblar bo'lyapti. Imtihonga tayyorlanish jarayonlari qanaqa ketayotganligi va imtihonda qanaqa o'tish keraklarini hammasini tushuntirishyapti. Unga ham obuna bo'linglar. Salomat bo'linglar, men sizlar bilan birgaman. Har doim sizlarga duodaman, omon bo'linglar.